Assalomu alaykum. Hurmatli arab tili shaydolari. Ismim Nazarbek. 4 yildan beri arab tili sohasidaman va Ustoz akademiyasida dars beraman. Qanaqa darajadan bo'lishingizdan qat'iy nazar, sizni hozirgi holatingizdan ko'ra yanada yaxshiroq qilish uchun eng muhim bo'lgan mavzularni ko'rib chiqamiz. Siz arab tiliga endi kirib kelyapsizmi, o'qiyapsizmi yoki tugatgan bo'lishingizdan qat'iy nazar, bu narsaga rioya qilmasangiz, arab harflaringiz umuman to'g'ri chiqmaydi. Endi boshlayotgan o'quvchilarda o'zini miyasida shunaqa baryerlar bo'ladiki, ya'ni unda faqatgina shu qonun qoidalarini o'rgansam, bo'ldi, shuni o'zi kifoya qiladi deb o'ylashadi. Harflarga esa ko'p e'tibor berishmaydi. Chunki arab tilida 29 ta harf bo'ladigan bo'lsa, bu 29 ta harfning ichida hammasi ham har xil emas, balki bir-biriga talaffuz jihatdan juda yaqin bo'lgan harflar juda ham ko'p va buni farqlash uchun biza bilishimiz bo'lgan eng birinchi narsa bu albatta mahrajlar. To'g'ri, mahrajlarni bilishimiz kerak. Nimaga? Chunki mahraj o'zi nima edi? Arab harflarini tayanib chiqadigan nuqtasi, ya'ni chiqish o'rni deymiz. Xo'p, buni bildik deyilgan. Shuni o'zi kifoya qiladimi desa, yo'q. Nimaga? Chunki biza bu mahrajlardan tashqari arab tilidagi sifatlarni ham juda yaxshi bilishimiz kerak. Bu sifatlarni bilmasak, arab tilidagi mahraji bir-biriga yaqin bo'lgan yoki mahraji bir xil bo'lgan harflarni biza to'g'ri talaffuz qila olmaymiz. Bugun qanaqa qilib arab tili fonetikasini oson va samarali o'rganishingizda va shuningdek arab harflarini to'g'ri talaffuz qilish uchun kerak bo'ladigan eng muhim mavzularni ko'rib chiqamiz. Endi boshlayotgan o'quvchilarda arab tilidagi harflar yoki ularning talaffuzlari juda qiyin tuyuladi. Bu tabiiy holat albatta, chunki biza arab bo'lmaganmiz va bu harflarni hayotimizda hali birinchi marta ham chiqarib ko'rmaganligimiz uchun bizga qiyin tuyulishi mumkin. Lekin siz agar bu tavsiyalarga rioya qiladigan bo'lsangiz, siz karrasiga oson o'rganasiz, karrasiga tezroq o'rganasiz va to'g'ri o'rganasiz. Ya'ni to'g'ri talaffuz qila olasiz. Xo'p, unda boshladik. Eng birinchi beradigan tavsiyamiz, siz arab tili boshlaganingizda eng to'g'ri yo'li bu ko'proq talaffuz qilish va ko'proq eshitish. Ko'pchilik o'ylaydi, buni boshqa yo'li yo'qmi, osonroq yo'li yo'qmi deydigan narsa. O'zi aslida eng oson yo'li ham shu va eng yaxshi yo'li ham shu. Nimaga? Chunki tasavvur qiling, siz biron bir sohada ishlamoqchisiz yoki o'qimoqchisiz, u uchun qanchadir yillar ketadi. Deylik, bir universitetga kiradigan bo'lsangiz, 4 yil umringizni sarflaysiz. Keyin u ishlash jarayonida siz o'sha ishda mutaxassis bo'lish uchun yana 1 yil yoki 2 yil, kamida 6 oy vaqt ketadi. Lekin arab tilini boshlaganingizda siz qanaqa qilib 3 oyda yoki 4 oyda birdaniga hammasini bitirib qo'yishingiz mumkin. Bir xil joylarda 2 oyda bitirishni rejalashtirishadi. Bu o'zi aslida imkoni bormi desa, ha bordir. Siz kuniga 10 soat, 15 soat dars qiladigan bo'lsangiz yoki kamida 5 soat dars qiladigan bo'lsangiz, o'sha bir 2 oyda, 3 oyda tugatishingiz mumkin. Lekin sizda unaqa kuni bo'yi shu vaqt sarflaydigan imkon yo'q. Siz ishda bo'lasiz yoki o'qishda bo'lasiz yoki fiziki bu narsaga ulgurmaysiz yoki boshda quvvatingiz yetmaydi. Va bu uchun nima qilish kerak? Doimiy ravishda 6 oy yoki 8 oy davomida siz bitta narsani, ya'ni intizomli to'g'ri yo'lga qo'ya oling. Arab tilini o'rganyapsiz. Arab tilida to'g'ri talaffuz qilishni xohlaysiz, to'g'ri o'qishni xohlaysizmi? Demak, siz ham bu uchun yetarlicha vaqt sarflashingiz kerak. Biz bu harflarni umrimiz davomida biron bir marta takrorlamagan bo'lib turib, qanaqa qilib biz 2 oyda hammasini bittada to'g'ri chiqara olishimiz mumkin? To'g'ri, bu uchun ko'proq vaqt ustida ishlashimiz kerak. Lekin siz kuniga 5 soat yoki 10 soatdan dars qila olmaysizmi? Demak, sizga tabiiy ravishda ko'proq vaqt ketadi, ya'ni ko'proq cho'ziladi. Dars qilish, ya'ni tugatish muddati ko'proq cho'ziladi. Shuning uchun o'quvchilarimizga birinchi navbatda eng ko'p tavsiya beradiganimiz, siz ko'proq eshiting va ko'proq talaffuz qiling. O'quvchilar boshlaganda 10 marta yoki 20 marta o'qiyman deydi yoki 10 marta eshitib keldim deydi. Bu bilan harf chiqmaydi. Qanaqa qilib siz yangi narsani o'rganingizda, o'sha narsani 10 marta takrorlab turish bilan siz o'sha harfni chiqara olishingiz mumkin yoki o'sha ishni to'g'ri bajara olishingiz mumkin. Shuning uchun ham mukammal qiladi. Siz ko'proq eshitishingiz kerak. Ko'proq degan qanaqa? Misol uchun arab alifbosini o'qiyotganda alif, b, t, f yoki a, i, u, b, b, bu qilib talaffuz qilib boshlab o'rganganingizda eng kamida 50 marta eshiting. 50 marta eshitib takrorlang u bilan birga. Qaytadan o'zingiz yana o'qing. Eshitish qanaqa bo'ladi desa, eshitib turib, faqat ha mana shunaqa o'qinar ekan deb turib, keyin o'zingiz o'qimang. Eshitdingizmi, qaytaring. Alif dedimmi, alif deng. Ba dedimmi, ba deb qaytaring siz. Va undan keyingina o'qing. Ko'pchilik 10 marta o'qiyman deydi. 10 marta, 20 marta bo'lib qoladi. Bu kam o'zi aslida. Siz o'sha har bitta berilgan vazifani 50 martadan yoki 100 martadan o'qing. Sizda o'sha mahraj borasida yoki o'sha harfni chiqarish borasida umuman muammo bo'lmaydi. Muammo bo'ladigan joylari bor. Unda to'g'rilaydigan joylari, mana shu etap bilan siz deyarli hamma harflarni to'g'ri chiqarishga o'tib olasiz. Nimaga deyarli deyapman? Chunki ayrim bir harflar bor, u harflarga biz ko'proq mashq qilishimiz kerak. Misol uchun, ayn harfi. Bu harfni chiqarishimiz uchun bizga balkim 50 marta eshitish kamlik qiladi, 100 marta eshiting. Bitta kamlik qilayotgan bo'lsa, 150 marta o'qing, 200 marta o'qing.
sizda chiqadi aniq. Biron bir buni oson texnikasini qidirishga ko'pchilik shoshilib qoladi. Birinchi navbatda shu sanoq masalasini to'liq qiling, keyin biz o'sha mahrajdan chiqarishga harakat qilamiz va harfimiz to'g'rilanadi. Demak, ikkinchi navbatda biz mahrajlarimizni to'g'ri bilib olishimiz kerak ekan. Ya'ni o'sha harflarda chiqadigan o'rinni to'liq yodlashimiz kerak ekan, to'liq bilishimiz shart ekan. Uchinchi navbatda ko'pchilik o'zi arab tiliga kirib kelganda, qoidalarni o'rganib olsam bo'ldi, qolgan harf chiqib ketadi deb o'ylaydi. Yo'q, nimaga? Siz agar qoidasini o'zini o'rganib, harflarga ko'proq e'tibor bermaydigan bo'lsangiz, tasavvur qiling, bir arabiy kitobni o'qiyapsizda, xuddi bir kirilchani o'qiyotgandek bo'lib qolasiz. Farq bo'lmaydi. Ya'ni siz o'shani kirilchada qanaqa o'qiydigan bo'lsangiz o'sha kitobni, arabcha kitobga qarab turib xuddi shunaqa talaffuz qilasiz. Va bu narsani to'g'ri deb bilmasligimiz kerak. Va mana shu narsa bilan kifoyalanib qolishadi, keyin yana harflarim chiqmayapti deb nolib yurishadi. E'tibor berishimiz kerak bo'lgan mavzu bu harflarda sifatlari, ya'ni harflarda qanaqa holatda talaffuz qilsak, biz uni to'g'ri talaffuz qilamiz degan mavzuga ko'proq e'tibor bering. Nimaga bu sifatlarga ko'proq e'tibor berishimiz kerak? Sababi, misol uchun, sin harfi bilan zay harfini chiqadigan o'rni bitta. Ya'ni bir xil joydan chiqadi. Va biz bir xil joydan chiqib turib, qanaqa qilib buni farqlashimiz kerak deganda, aynan shu sifatlar mavzusi bizga yordam beradi. Sin harfini sifatini ko'radigan bo'lsak, birinchi navbatda nima keladi? Hams keladi. Ya'ni o'sha jarangsiz harflar turkumiga kiradi bu. Jarangsiz deganda qanaqa? Talaffuzida havo bilan tovush aralashib birga chiqishi. Buni yaqqol eshitishimiz uchun albatta buni sukunli holatda talaffuz qilishimiz kerak. Ya'ni as yoki is, us. Xuddi shunaqa zay harfi ham bor. Zay harfini ham mahraji bir xil dedik, lekin uni talaffuzda bizda qanaqa chiqadi? Az, iz, uz kabi talaffuz qilinadi. Zay harfida esa jahr sifati bor va u sifatda harfni talaffuz qilayotganingizda tovushni o'zi chiqadi-yu, lekin havo kam chiqadi. Deyarli chiqmaydi. Va mana shuni farqini bilsak, biz shundagina sin bilan zayda ajratamiz. Agar ajratmasak qanaqa bo'ladi? Az qilib qo'yamiz. Ya'ni qarang, z ni s ga ulab qo'yamiz. Az qilib. Bu holatda to'g'ri bo'ladimi? Yo'q, xato bo'ladi. Yoki as qilib z ga o'tkazib yuborishimiz mumkin. Shularni farqlash uchun ham biz sifatni juda yaxshi bilishimiz kerak. Keyingi darslarda alohida shu sifatlar mavzusini yoritib beramiz. Hozircha bu mavzuga chuqurlashmaymiz. Umumiy holatda siz o'rganayotganingizda, demak, e'tibor berishingiz kerak narsa shu sifatlarga ham e'tibor bering. Shu ishlarda qildingiz deylik, nima natija olasiz o'zi? Bundan nima foyda bo'ladi deydigan bo'lsangiz, siz to'liq arab harflarini shu holatda o'rganib, to'liq talaffuzga, ya'ni fonetika jarayonini shu holatda o'rgansangiz, siz qaytib rajlar borasida yoki harfni to'g'ri chiqarish borasida muammo bo'lmaydi. Chunki siz yetarlicha o'qidingiz, yetarlicha talaffuz qildingiz, mahrajlarini to'liq bildingiz va u qanaqa holatda, ya'ni qanaqa sifat bilan chiqishini ham o'rgandingiz. Shu 4 ta narsa sizda bo'lsin. Bo'ldi, sizda mahrajlar borasida muammolar qaytib bo'lmaydi. Hozir tushuntirgan narsalarimiz bu harflarda to'g'ri talaffuz qilishga doir mavzular edi. Endi biz qanaqa qilib buni samarali va oson o'rganishimiz mumkin? Birinchi navbatda samarali o'rganishimiz uchun bizda intizom bo'lishi shart. Juda ham ko'p o'quvchilarda kuzatiladigan filarni chiqara olmayapman, arab tili juda qiyin ekan, men o'rgana olmasam kerak deb yurgan o'quvchilarda ko'p kuzatiladigan muammo, aslida ular yetarlicha vaqt sarflamayapti. Ya'ni juda jahd qiladi, motivatsiyasi oshib ketgan va arab tilini boshlaganda kuniga bir 3 soat, 4 soatdan dars qiladi. Bu narsa bitta, ikkita, 3 ta, boringki 3 ta darsda kuzatiladi. Lekin undan keyin nima bo'ladi? Undan keyin bu narsaga vaqtga umuman majbura olmaydi. Biz aytayotgan o'sha 10 ta ham o'qib kelmaydi. Dars umuman tayyorlamasdan keladi. Qanaqa qilib u o'rganishi mumkin? O'quvchi sifatida siz bir narsani to'g'ri tushuning. Ustozlarda, Garri Potterda qanaqadir sehrli tayoqchasi yo'q, abrakadabra qilib sizga o'sha harflarni chiqarib qo'ysa. Shuning uchun nima qilishingiz kerak? Ustoz sizga yo'l ko'rsatayotganda o'sha yo'l bo'yicha uni aytganlarini qilib borishingiz kerak. Birinchi navbatda o'sha aytilgan vazifani tayyorlang. Ko'pini ham qilmang, kamini ham qilmang. Ko'pini qilmang deganim nimada? Sizni motivatsiyangiz oshib ketganda 2-darsda, 3-darsda ham darsini bittada tayyorlab kelishga harakat qilib qolishingiz mumkin. Yoki hammasini bittada o'qib tashlayman deyishingiz mumkin-da, yoki tezroq shuni o'rganay deyishingiz mumkin. Bu narsani balki umuman tugata olmaysiz. Ya'ni arab tilini fonetikasini boshlanishini umuman tugata olmaysiz. Shuning uchun nima qilish kerak? Intizom bilan har kun 1 soatdan dars tayyorlasangiz, sizga yetarli bo'ladi. Siz ham qiynalmasdan ham oson o'rganasiz bu narsani. Chunki siz 1 soat shuni dars tayyorlang, o'sha qiyin deb o'ylayotgan narsangiz ham osonlashadi. Faqatgina mavzuni o'qimaganimiz uchun, hali mavzuni ko'proq yodlamaganimiz uchun boshida qiyin deb ko'rinadi.
Aslida shu narsani ustida har kun 1 soatdan o'tirsangiz, u narsalar osonlashadi. Bu narsalar sizga xuddi bir ikkiga qo'shdek bir narsaga aylanib qoladi. Demak, nima qilishimiz kerak ekan? Intizom bilan mashq qilishimiz kerak ekan va har kunlik darsimizni miqdorini bilib olishimiz kerak. Ya'ni dars tayyorlash miqdorimizni bilib olishimiz kerak. 1 soat o'tirib dars qiling. Kuniga 1 soat yoki 1,5 soat dars qilish jarayoni qanaqa bo'lishi kerak deydigan bo'lsangiz, bunda siz 5 minut dars qilib, yana 5 minut ko'chada yurib, kelib yana 5 minut dars qilib, yana 5 minut ko'chada yurishingiz kerak emas. Yoki eng kamida darsingizni 2 ga bo'lib qiling. Yarim soat shug'ullanasiz, hech nimaga e'tibor bermaysiz. Farzandlaringiz bo'ladimi yoki o'rtoqlaringiz bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar, siz hech nimaga e'tibor bermasdan faqatgina darsingizni qilasiz. Keyin to'xtatasiz, yarim soatdan keyin to'xtatib, nimadir ish bo'lsa qilib olib, yoki biroz 5 minut, 10 minut dam olib, keyin yana o'sha yarim soat dars qilishni boshlang. Yarim soat o'tirib, hech nimaga chalg'imasdan dars qiling. O'quvchilar 1 soat, 1,5 soat, 3 soatlab o'qidim, kuni bo'yi o'qidim deyishadi. Kuni bo'yi o'qish shart emas, kuni bo'yi dars qilish shart emas. Nimaga o'zi kuni bo'yi qanaqa dars qiladi desa, o'sha o'qib keldingmi, o'quvchi 100 tani o'qib keldingmi deydigan bo'lsak, ha ustoz kuni bo'yi dars qildim. O'quvchilarga aytamanki, kuni bo'yi dars qilma menga. 1 soat emas, menga aytgan o'sha 100 ta o'qishing kerak bo'lgan narsani qilib ber, bo'ldi. Unga 1 soat vaqting ketishi mumkin, yarim soat vaqting ketishi mumkindir. O'sha narsani qilib bersa o'zi aslida yetadi. O'quvchilar lekin kuni bo'yi dars qanaqa qiladi deydigan bo'lsangiz, misol uchun maktabga ketyaptimi, ishga ketyaptimi, o'qishga ketyaptimi, o'sha yurish jarayonida yoki o'sha manziliga yetib olish jarayonigacha arab tilini eshitib turadi, ichida o'qishni boshlaydi. Eng katta xatolardan ham shu, harflarni umuman ichingizga o'qib tayyorlamang. Nimaga? Chunki arab harflarini ichingizda talaffuz qiladigan bo'lsangiz, ovoz chiqarib talaffuz qilayotganingizda qila olmaysiz. Chunki ichida odam o'qimoqchi bo'lsa, u narsa chiqmaydi. Ayn harfini qanaqa qilib ichingizda chiqarishingiz mumkin? Chiqara olmaysiz. Ko'pchilik o'quvchilarda ham muammo shuki, ichida talaffuz qiladi. Ya'ni bozor ketyaptimi yoki biron bir ishiga ketyaptimi, ichimda o'qib ketdim yoki salgina ovozini pastlatib, hech kimga xalaqit bermasdan o'qib ketishga harakat qiladi. Yo'q, yaxshisi siz o'tiring, 1 soat, yarim soat vaqtingizni ajratingda, baland ovoz bilan talaffuz qilsangiz, o'sha harfingizni chiqishi osonlashadi. Demak shu, ya'ni time management degan narsaga amal qilishga harakat qiling darslaringizda. Belgilangan vaqtda yarim soat qo'ying, yarim soat hech nimaga chalg'imasdan faqat dars qiling. Yarim soatdan keyin 5-10 daqiqa dam oling, keyin yana yarim soat dars qiling. Va shu holatda intizomda har kun dars qiladigan bo'lsangiz, ko'rasiz, 2 oy yoki 1 oyda ichida sizda o'sha o'rganadigan narsangiz nisbatan osonlashadi, ya'ni juda osonlashib qoladi. O'rgansa bo'ladigan narsa ekan degan fikr keladi. Endi xulosa qiladigan bo'lsak, birinchi navbatda biz dars qilishga yetarlicha vaqt ajratishimiz kerak ekan. Bu birinchi navbatda. Vaqt ajratdingizmi, uni to'g'ri dars qilishga sarflashingiz kerak. Ya'ni yarim soat yoki 1 soat faqat o'shanga fokus qilib, o'shani shug'ullanishingiz kerak. O'sha darsingizni qilishingiz kerak. Boshqa ishlarga chalg'ib, boshqa narsalar bilan chalg'ib ketmasligingiz kerak. Ikkinchi navbatda biz o'sha harflarimizda mahrajlarni va sifatlarni o'rganishimiz kerak ekan, bilishimiz kerak ekan. Nimaga? Chunki uni to'g'ri talaffuz qilishimiz uchun bu narsalarni bilmasak biz chiqara olmaymiz. Bu uchinchi navbatda eng muhimi biz o'sha harflarni ko'proq eshitib va ko'proq talaffuz qilishimiz kerak ekan. Ko'proq o'qib, ko'proq talaffuz qilishingizdan tashqari qo'shimcha texnikalar bo'ladigan bo'lsa, ularni ham qo'shib keting, lekin bu narsani sanog'ini kamaytirmang. Siz ko'proq eshitishingiz kerak va ko'proq o'qishingiz kerak. Arab tiliga oid foydali kontentlarni o'tkazib yubormaslik uchun YouTube